Dadam bolaligimda yasab bergan arg'imchoq ham kayfiyatimga ta'sir qilyapti. Ezilib ketdim. O'sha arg'imchoqni menga ko'rsatsang bo'lar ekan. Tushunarli. Judayam ayanchli arg'imchoqlar ekan. Hazel Grace, o'zing ham tushunib turgandirsan. Meni o'zingdan uzoqlashtirishga harakat qilishing senga bo'lgan munosabatimni hech ham o'zgartira olmaydi. Shuning uchun bekorga ovora bo'lma. Bilasanmi? Menga yoqasan. Sen bilan muloqot qilish yoqadi. Lekin bu zaylda davom ettirib bo'lmaydi. Nima uchun? Diling og'rimasligi uchun. Men bunga tayyor. Gapimni tushunmading. Yo'q, tushundim. Nima demoqchi bo'layotganingni tushunib turibman.